Laboga shumay izolatsiya zarurmi yo shart emasmi? Kommentariyada fikrlaringizni belgilab turinglar. Shungacha bu labo haqida tushuntirib o'taman. Damosa 1.800.000 so'm shumay izolatsiya etib boshlamamizdan keyin labochi bratlar ham telefon etib, laboga o'tchasam deb qiziqdilar. Baholar bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa, bu mashinani ishlari boshlanib berilgan. 2 sloy shumay izolatsiya etib beribmiz. Arkasında vibroizolyatsiyalari bor. Xudo xolasa bu sovuqdan saqlaydi. Eshiklar ham 2 sloy bo'latir. Moyillarni ham saqlab beribmiz ichida. Ninoning xizmatlarini ham etib berdik. Torpedolar ham 2 sloy shumay izolyatsiya bo'lib kelatir. Yurib turamiz deyman. Simlar ham upgrade etib, ikkinchi sloyni ham qo'yib beklab beramiz. Kim bizning xizmatlar qiziq bo'lsa, telefon etib bemalol o'chirib olib kelsangizlar bo'ladi. 800.000 so'mdan 2 sloy Damas'ın Labo'nun kabinasini 2 sloy shumay izolyatsiya etib beramiz.